Dubaydagi bir xonali kvartiralar bizdagi 2 xonali kvartiraga teng. Qanday qilib deysizmi? Hozir sizga ko'rsataman. Mana bitta yotoqxonamiz. Bu yerdan shunday chiqishimiz bilan alohida bu yoqda sanuzul, mana ko'rishingiz mumkin va mana bu yoqda esa study room, ya'ni ishlashingiz uchun alohida xona. Xolos siz buni bolalar uchun yotoqxona ham qilishingiz mumkin. Va bu yerdan chiqishimiz bilan bizni mana bu yoqda asosiy zalimiz bo'ladi o'rtoqlar. Dizaynga necha baho qo'yasizlar o'rtoqlar? Juda ham ajoyib, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda esa to'g'rida balkonimiz, yuqori sifatli mebellar va eng qizig'i mana bu tomonda oshxona. Mana ko'ryapsizlar, ya'ni bizdagi kabi oshxonaga alohida xona ajratilmagan bu yerda. Va mana kirishingiz bilan mana bu yoqdan kirib kelasiz va chap qo'lingizda oshxona, buni davomida esa umumiy o'tiradigan zal. Bunaqa uyni biz 2 xonali deymiz, lekin Dubaydagilar esa one bedroom, ya'ni bir yotoqxonali uy deyshadi. Unda bizdagi bir xonali uyni bu yerdagilar nima deb atashadi? Bu haqida keyingi videoda ko'rasiz.